Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Resulillah. Amma ba'd. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuh. Muhterem, aziz, mu'min, Müslüman birodarlar. Allah Celle ve Ala barchalarimizni o'zini dinida istiqomatimizni tom ma'noda qilib, Robbil Izzani rizosida, Parvardigorni marhamati bilan, hidoyati bilan butun el yurt, butun olamda bir-birimizga bo'lgan muhabbatimizni Xudoy taolo o'zi do'stona aloqamizni mustahkam qilsin. Hozirda men juda ham bir to'lqinlanib, bir xush xabardan hozirgina men xabar topdim. Alloh Jalla va Ala bu ajr kanali deb alohida bunga bir kanal ochib, bu masjidlarni qurish boshlanibdi. Anchayin ishlagan bo'pti. Imom Buxoriy nomilarida madrasalar, Maşallah, u yerdagi o'zbek birodarlarimiz, mu'min musulmon birodarlarimiz hammalari jamlanishib, Imom Buxoriyga bo'lgan muhabbatlari, o'sha zotga izdosh bo'lgan zurriyotlarni tarbiyalashlikda ko'p o'zlarini sa'iy kuchlarini qilganlarini xabarini eshitib ko'p minnatdor bo'ldim. Alloh muborak qilsin. Shunga qo'lidan kelganicha o'z imkoniyatlaridan bir xizmatda turgan barcha birodarlarimizni Alloh Jalla va Ala o'zi siylasin, o'zi kasb-u kor va tijoratlarini ham rivojini, barakotini bersin. Xususan iymon, e'tiqodlarini, muhabbatlarini Alloh ziyoda qilsin. Zurriyotlari barchasi hammasi dini diyonatda, ibodatda, ayniqsa Imom Buxoriyga haqiqiy taqlid qilgan, o'sha zotga munosib ajdod zurriyot bo'lishlik baxtiga Xudo ularni muyassar qilsin. Parvardigor Jalla va Ala o'zi doim bundan-da ziyoda himmatu, muhabbatu, barakotini berib, o'sha joylar bir juda ham umid qilgandan ham ziyoda kamol bir suratda hammasi binolar qurilib, shu xizmatlari uzoq yillar davom etsin. Payg'ambar alayhissalatu vassalomning bir hadislarini eslatmoqchiman. U kishi Hazrati Ali karramallohu vajhiga qarata: "Ey Ali, sen tufayli bir kishi iymon, islom, e'tiqodni topib hidoyat yo'liga yurib qolishligi mana shu dunyo va dunyodagi borliq narsadan, ya'ni quyosh tushgan narsadan senga shu afzal" dedilar. Ma'lumki quyosh tushgan narsa, quyosh bir joyga tushib ikkinchi joyga tushmay qolmaydi. Butun borliq dunyodan va undagi borliq narsadan senga bir kishini hidoyat topishligi sening uchun afzal, yaxshiroq dedilar. Muhtaram azizlar, Alloh bu himmatingni, bu harakatingni sobit qadam qilsin. O'sha yerda qancha kishi iymonini o'rganib, e'tiqodini bilib, ham shariatini o'rganib, shunga bir chiroyli bir hidoyat topib qolishligi barchasi siz azizlarga maşallah ham dunyo ham oxiratning saodati. Men umid qilaman, Xudodan so'raymanki, kunlik meni duolarim bor. Shu din xizmatda turgan, shunday bir moddiy, ma'naviy turgan ustozlarimizni, birodarlarimizni haqqiga alohida duo qilishlik shu odatim bor. O'zimni vojib deb bilaman, vazifam deb bilaman. Chunki shunaqa yoshga yetdik biz. Faqat duo qilib shularni haqqiga doim shularni bir hidoyatini, shularni rivojini, shularni panohini so'rab turishlik odatim bor. Bugundan boshlab inshaalloh barcha birodarlarimizni haqqiga duoda qilib turishlikni Xudo xolasa Robbimdan so'rab qolaman. Ilohim o'sha joylarni ko'zimiz bilan ko'rib, yanada bir qalblarimiz xursand bo'lishlik baxtini Xudo bizlarga ham bersin. Bizga uzoq yillar umr berib, siz azizlarni, sizlarning xizmatlaringizni har tomonlama bu dinimizga bo'layotgan ulkan bir kuchlaringizni Xudoy taolo o'zi qabul qilib, ko'zimiz bilan ham ko'rishlikni Xudo bizga nasib ro'zi aylasin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.